Har bir mijoz uchun qulay muhit yaratish bizning asosiy vazifamiz. Har bir mijoz savdo ofisimizga kirgach, uni yuqori kayfiyat bilan kutib olamiz. Mijoz bilan batafsil suhbat orqali uning ehtiyojlarini o'rganib chiqamiz. Shundan so'ng mijozga mos Hyundai yuk avtomobillarini afzalliklari tushuntiriladi. Texnik parametrlar, imkoniyatlar va qulayliklar batafsil tushuntiriladi. Keyingi bosqich test drive. Bu jarayonda mijozimiz avtomobilni shaxsan boshqarib ko'radi va uning barcha imkoniyatlarini amalda sinab ko'radi. Tanlov amalga oshirilgach, mijozimizga xarid qilish uchun bonuslar, 100% to'lov, lizing va avtokredit to'lov turlari taqdim etiladi va shartnoma rasmiylashtiriladi. Barcha jarayonlar yakunlangach, Hyundai yuk avtomobili texnik ko'rik uchun rasmiy servis filiallarimizga yuboriladi va mijozimiz ishtirokida o'tkaziladi. Shu bilan yana bir mijozimiz kafolatlangan Hyundai yuk avtomobiliga ega bo'ladi. Har bir mijoz biz uchun muhim. Sizga mos model, qulay to'lov shakli va xizmat ko'rsatish barchasi alohida yondashuv asosida.